erkak kishi cho'pon emas, qo'yni boqadiganda yoki qamoqxonada o'tiradigan qorovul emas, o'sha nadziratelь emas, ya'ni jazolovchi qanaqadir. Erkak kishining vazifasi u mas'uliyat olgan, mana shu oilam bilan rivojlanaman. Lekin ayol, ya'ni bu sevgida bo'lishi kerak, ya'ni jarayon. Lekin erkak kishida sen nazorat qilishing kerak desa, avtomatik tarzda erkaklardan o'sha nazoratchini yaratiladi, cho'ponni yaratiladi. Bu degani ayollar qo'y bo'lishi kerak. Ayollar qo'y bo'lishi kerak degani. Qo'y bo'lishi kerak. Lekin ayol qo'y bo'la olmaydi. Ilojsiz. Ayolda ana qo'chqorlar uyg'onishni boshlaydi. Bosim bo'lar ekan, qattiq nazorat kuchayar ekan. Ahamiyat qiling. O'tda har doim barbod qiluvchi jarayonlar bo'ladi. Ko'pchilik ularni qabul qila olmayapti. Ya'ni hali kurash ketyapti. Bu o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi, mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni qanaqadir narsalarni o'ylab, ana sarobiy fikrlarda yetishyapti-da. Lekin bizani o'zbek bo'lib tug'ilganimiz yoki O'zbekistonda tug'ilganimiz, qanaqadir mentalitetimiz bu yerdikida. Ya'ni Alloh xohladi biz o'zbek bo'lganimiz uchun mentalitetimiz uchun javob bermaymiz. Ya'ni biz rivojlanish uchun erkak bo'lib keldi, ayolda erkak sifatida mana shu ayolni tanladim. Mana shu ayolga mas'uliyatni his qildim. O'zbekmanmi, o'zbek emasman, u ikkinchi masala-da. Lekin qanchalik mana shu ayolga yoki ayol tanlagan erkakka nisbatan qanchalik shartsizlik bor. Alloh oldida qanchalik bu insonni qalban qabul qilib, o'zaro munosabatlarda ilohiy ibodatga keldi. Ya'ni bir-biriga qilayotgan xizmatda shartsizlikka keldi. Chunki ko'p hollarda mana shu mentalitet, o'zbekchilik, yana degan shunaqa narsalarda inson o'ziga qolib yashay oladi, talab shartlik. Bu bosim yaratib beradi munosabatlarda. Juda. Bu inson ochila olmaydi. Misol uchun hozir mana bu yerga kelishdan oldin bitta bola murojaat qildik. Eshitgan bo'lsangiz, ya'ni gaplashdim. So'rayotgan narsasi. Ya'ni endi turmush qurmoqchi, uylanmoqchi. Hali uylanmagan. Hali uylanmagan. No, aytyapti, men deydi, bizani oilada ayollar ishlamaydi. Bizani oilada ayollar mashina haydamaydi. Lekin kelin bola ishlashni xohlayotgan ekan, mashina haydashni xohlayotgan ekan. Men aytaman, bu sizni o'zingizni nazarlaringiz, bu sizni xohishingiz. Bu qizda ham o'zini xohishlari bor. Ya'ni qanaqadir hayot ko'rmoqchi. No, bu bola aytyapti, men shuni xohlayapman. Men aytaman, buni siz xohlayapsizmi yoki biz deganda sizni ota-onangiz yoki jamiyatmi qaysidirda, ya'ni qaysidir nazar. Ya'ni men xohlayapman deyotgani, keyin hozir bilsam, bu bolani ya'ni oilasida o'zi kelishmovchiliklar bo'lganda, ya'ni adasi yo'qmish. Onasi o'zi yolg'iz katta qilgan. No, onasi katta qilgan bo'lsa ham u qanaqadir og'riqdan o'tgan. Hozir u adasini o'rniga o'zidan erkak yasab, ayolimni himoya qilaman deb. No, u ayoliga bosim yaratib bermoqchi. O'zi anglamagan holda. Ya'ni ishlamaysan, mashina haydamaysan. Bu qiz bo'lsa, balki o'zini oilasida, masalan, onasi uyda o'tirib qiynalgan, norozi bo'lgan. Buni teskarisi. Bu aytgani yo'q, men endi o'zimga rivojlanishga ruxsat beraman. O'zim erkin ishlayman, ya'ni onamga o'xshab odamning puliga qarab zor bo'lib yashamayman. Ya'ni tushunasizmi? Mana shunaqa holatda u o'ziga qiz talab qo'yapti. Yo'q, men ishlashim kerak. Bu bola aytayapti, yo'q, ishlashing kerak emas. Bizada. U bizada deyapti. Qiz ham aytayapti, bizada deyapti. Men nima xohlayman? Men nima xohlayman? Men mana shu ayolimga, yo mana shu erkagimga nimada xizmat qila olaman. Buni unutib qo'yapti. Mana shu o'zbekchilik, mentalitet deganda biz ko'proq e'tiborni o'sha og'riqlarimizga qarab qo'yamiz. Og'riqlarimizdan kelib chiqib munosabat shakllantirishga harakat qilamiz. Og'riqlarimiz orqali o'zimizni himoya qilib boshqalardan
yaxshiroq ko'rsatishga, ya'ni kibrga kiramiz. Biz o'zbekimizda shuning uchun biz boshqalardan yaxshiroq bo'lishimiz kerak. To yevropalashib ketsak, tam ular yomon bo'lib ketadi. Ya'ni Yevropada misol uchun geylar bo'lib ketgan, ota-onasini tam qariyalar uyiga bergan. Ya'ni hayolimizda qanaqadir agar biz rivojlanishni boshlasak, biz ham shunaqa bo'lib ketamiz. Ya'ni sarobiy fikrlarda, bu sarobiy o'y-xayol, qo'rquvlar. Lekin inson agar o'zi his qilib olsa, mana shu ayolini, o'zini tan olsa, men ko'rmayapman unaqa narsani. Что men misol uchun qaraganda meni farzandlarim beradi. Yo'q, men qaysidir tam kimimni beraman. Yoki bolalarimda qanaqadir anaqa bo'lib ketadi, ya'ni yo'lini o'zgartirib yuboradi. Lekin bizning jamiyatda biz o'zimizning mentalitet, o'zimizning o'sha o'zbekchilik bo'lishi kerak. Bo'lmasa buzilib ketadi. Lekin bitta narsa aytaman. Qatta bosim bo'lar ekan, qatta nazorat kuchayar ekan. Hamiyat qiling. O'tda har doim barbod qiluvchi jarayonlar bo'ladi. Misol uchun, mana oddiy misol. Afg'oniston misolida aytaman. O'zbekiston emas. Hozir O'zbekiston desa, ko'pchilik qabul qilmasligi ham mumkin. Afg'onistonda mana Tolibon. Ular juda ham o'sha diniy tomondan juda ham ko'p jarayonni nazorat qiladi. Qanchalik nazorat qilgani sari ayollarni hamma jamiyatni jarayonlardan uzoqlashtirgani sari, ayollarni o'sha yopgani sari, nima bo'lyapti? O'tda aynan o'sha bachabozlik ko'payib boryapti. Xuddi shu jarayon, shunga o'xshash jarayon Turkiyada. Turkiyada ham, misol uchun, geylar ko'payib boryapti. Nega? Chunki o'tda ham ma'lum bir oilalarda, hozir misol uchun o'sha diniy rivoj bo'lgani sari juda katta bosim paydo bo'lyapti. Turkiyada yoshlar qanaqa erkin qo'yib yuboriladi, lekin katta bo'lgani sari o'sha bosim kuchayib boraveradi. O'sha bosimdan erkaklar, yoshlar o'zini namoyon qila olmayapti, erkakligini his qila olmayapti, mas'uliyat ola olmayapti. Shuning uchun o'zini jamiyatda joy topa olmagandan keyin ular mana shunaqa passiv holatga o'tyapti. Ya'ni bu Yevropada ham xuddi shu. Chunki o'tda misol uchun Yevropada huquqiy bosim kuchlik. Ya'ni o'tda misol uchun erkak ayol teng huquqli deb e'tibor qaratishadi. Ya'ni qalban ular bir-biri uchun yaratilgan deb ko'rilmaydi. Ya'ni erkak ayol teng, huquqiy teng deb o'shanga bosim. Shuning uchun ham o'tda mana shunaqa jarayonlar bo'ladi. Biza hali endi uyg'onish, o'tish davridamiz. Hozir o'zimizni anglash davridamiz. Ya'ni bizda misol uchun 16-yildan keyin ham diniy bilimlarga, ham huquqshunoslik, ezoterika hammasiga ochib olindi yo'llar. Hamma bilimlar kirib kelishni boshladi. Va hozir insonlar chuqur o'zini anglab, o'zini ulanib, erkinlik beradigan davr. Ko'pchilikda o'sha og'riqdan bosimlar kuchayyapti. Shuning uchun ko'p o'sha mentalitet, o'zbekchilik bilan anaqa qilishyapti, barbod qilishyapti. Yo'q. Bu biz o'zimizni barbod qilamiz. Kim agar shunaqa o'ylayotgan bo'lsa, u o'zi bilan ishlamayapti. O'zidagi og'riqlarni, o'zidagi qo'rquvlarini atrofga yoyapti va bosim yaratib beryapti. Natijada bu bosim ana shu ayollarni, erkaklarni tan olmaslikka, ularning o'rtasida bir-biriga alam nafrat paydo bo'lishiga, ya'ni qabul qilmaslikka olib keladi. Misol uchun qancha blogerlarni ko'rsangiz, erkak blogerlarda ko'pchilik aytadi, ayolni nazorat qilish kerak, ayolni nazorat qilish kerak. Har ikkita gapdan bittasi. Ayollaringlarni, qizlaringlarni nazorat qiling. Sohib chiqinglar, ya'ni va hokazo. Ya'ni o'tda mas'uliyat haqida emas, nazorat haqida gapirilyapti. Mas'uliyat haqida gapirilganda ham majburiyat ongida gapiriladi. Ya'ni sen majbursan. Lekin erkak kishi cho'pon emas. Qo'yni boqadiganda. Voy. Yoki qamoqxonada o'tiradigan qorovul emas. Qorovul emas. Ya'ni o'sha nadziratel emas, ya'ni jazolovchi qanaqadir. Erkak kishining vazifasi u mas'uliyat olgan, mana shu oilam bilan rivojlanaman. Lekin ayol, ya'ni bu sevgida bo'lish kerak, ya'ni jarayon.
Lekin erkak kishida sen nazorat qilishing kerak desa, avtomatik tarzda erkaklardan o'sha nazoratchini yaratiladi, cho'ponni yaratiladi. Bu degani ayollar Ayollar qo'y bo'lishi kerak. ayollar qo'y bo'lishi kerak degani. Qo'y bo'lishi kerak. Lekin ayol qo'y bo'la olmaydi. Ilojsiz. Ayolda ana qo'chqorlar uyg'onishni boshlaydi ichida. Cho'ponni suzishni boshlaydi. Ha, vot mana qayerdan kelyapti. Erkak shoda bo'lib ketgansan. Ya'ni chunki bun qiladi. Siz qanchalik o'sha o'zingizni qo'ylaringizni nazorat qilmang, qo'y baribir adashib qolishi mumkin, bo'ri yeb ketishi mumkin. Qamoqxonada o'tirgan inson ham, ya'ni u hech qachon o'zgarmaydi. Ya'ni statistik ma'lumotlarga ko'ra, qamoqxonaga tushgan odam o'zgarmaydi. 80% ko'prog'i, даже 90% desa ham bo'ladi. U o'zgarmaydi, yana chiqib qayta jinoyat qilaveradi. Ya'ni chunki u bizildi onga o'sha, ya'ni u nazar o'zgarmadi. Havola ishlamaydi. Shuning uchun ayolingizni nazorat qilish emas, ayolingizni qo'riqlab o'tirish emas. Ya'ni ayolingizni tan olib, unga ishonch bildirib, unga mehr berib, uni qo'llab-quvvatlab, ya'ni ongli bo'lish kerak-da bu. Ayolni o'zidan ustun qo'yib qo'yish emas, chunki ustun qo'yib qo'ysangiz, unda yana boshqa yana boshqa jarayon yana boshqa jarayon bo'ladi. Hozir bizda ko'pchilik aynan nazorat qilishni xohlayapti. Bu nazorat qilsa, yo biza Afg'onistonga o'xshab, yo Afg'oniston, yo Yevropaga o'xshab farqi yo'q. Nazorat kuchayyaptimi? O'sha haq-huquqlar qanaqadir. Farqi yo'q, bu diniymi yo dunyoviymi. Erkak bilan ayolni uzoqlashtiraveradi bir-biridan. Bunda o'sha erkaklar ham o'sha ayollashib ketadi. Ayollar ham erkaklashib ketadi. Mana ildiz qatta bo'lyapti. Уже asli nimam shu edi-da, mana shu narsa edi-da. Mana turmush o'rtog'im ham, keling, boshidan mijoz bo'ldim, oxirigacha bo'lib bering. Bularga kabi mehribon insonda, qalbini ochsalar, umuman biza uchun, lekin mana jamiyatda nimalar aralashadi-yu, qattiqliklar. Mana shunda biza hali ham o'sha jamiyatda erkaklar ko'rsatayotgan og'riqni bir qismini ko'rsatib qo'yadilar-da. Keyin o'shani endi his qilaman-ku, uyg'oq ayol sifatida his qilaman-ku. Menga baqiradilar, misol uchun-da, mana ko'p Instagram chiqsam, uydi buydi bo'versa, keyin ovozlarini baland ko'tarsalar yoki achchiqlasalar yoki nimadir sal qo'pollashish ko'paysa, men birdan matrica erkaklarni his qilaman-ku, keyin farzandlarimga qarayman birdan. Hop, mana shu o'sha bosim ko'tarildi, deyman, men o'zim misol qilaman-da, mana shu bosim mana ko'tarildi, hozir siz aytib o'tgan narsa. Hop, keyin o'zimni his qilaman. Turmush o'rtog'im bosim qilib, meni o'sha menga cho'pon bo'lganlarida, men qanaqa holatga kelyapman? Men haqiqatda qo'chqorga aylanaman. Rostdanamda farzandlarim bu yerdan ularni holatini keyin tasavvur qilaman. Xo'p, haqiqatda erkak ayolni ustiga ustuvorlik, zo'ravonlik qilishi haqiqatdan to'g'rimi? Nazoratda ushlashi to'g'rimi deb o'zimni misol qilib keltiraman-da, qarayman. Endi mana ijtimoiy tarmoqqa berishingizdan oldin o'zingizdan o'tkazasiz-ku. Keyin bolalarim, katta qizim 16 yoshida, uyg'oq qizlar, ular ham aytganingizdek yangi davr bolalari shu boshqacha holatga tushib qolishadi. Kichkinam birdan kasal bo'lib qoladi. Ikkitam bildirmaslikka harakat qiladi. No, aya dada deb dada birdan tanlash boshlashadi. Ikkitam 8 yosh, 5 yoshim. Dada, men sizni yaxshi ko'raman yoki vaziyatga qaraydi, aya, men sizni yaxshi ko'raman. Oilada birdaniga mana shunaqa qalbdan chiqib shuni jamiyatda nimasiga yopishganimizda hamma narsa men shundan keyin tushunib yetdim-da va o'sha aytdingiz-ku, boshida nimaga bunaqa ko'pchilik aytayapti-da, shu narsa nimaga bunaqa bemalollikka o'tishni boshladingiz, qalbingizga o'tishni boshladingiz. Bilasizmi, o'zingizni his qilib, o'sha ongli hayotdan boshqasi baribir разрушение bo'lib kelaverar ekan. Atrofingizdagilarni ham, qalbimni nimasi shuydi-da, anchadan buyon sizga aytdim-ku. Ha, arxiy, mana shu narsani iltimos qilgan bo'lardim. Bu demak kerak ekanda, faqat ayollarga ko'proq bilim berilyapti-da. Ayollarga sen eringni mana bunaqa qilishni tan olishing kerak. Men bilmayman, hammadan so'rayman, nima o'zi erkakka tan olish? Tan olganimda tan olinmayapti-ku. Tan olganimda battar bo'lib ketyapti-ku yoki boshqacha. Haqiqatda o'zaro oilada mana chestni gapirganimizda oddiy insonlar mana o'tiribmiz, oddiy gapirganda hech qanaqa ramkasiz, maskasiz, psixologlar emas, insonlar gaplashganida o'zi
ayolni turishi qanaqa, erkakki holati qanaqa, vaziyati qanaqa, shunga realni qarash va aytgan bo'lardimki, o'sha Instagram ijtimoiy tarmoqlarda aynan faqat yangi kelayotgan bolalar og'riqdan keyin ularning ota-onasini munosabatini ko'rib, ular keyin shunaqa ochib yuboryapti-ku hamma narsani. Lekin biz ham hali yashayapmiz-ku bu davr, misol 40 yosh, 50 yosh insonlar biz ham hali yashayapmiz-ku. Biza ham men o'ylaymanki, ko'rishimiz kerak munosabatlarimizni. Faqat o'sha jamiyat, odam, dadam nima deydilar, san chiqsang, ukam nima deydi, onam men el yurtda nima bo'laman, sharmanda, shu narsalarni ham erkak, ham ayol haqiqatda yechimiga kelish kerak deb o'ylayman-da. Faqat ko'pchilik o'zini tortganini sezib qolamanda yoki og'riq bilan yorishadi. Og'riq bilan matritsani yorishga harakat qilishadi. Muhtojmiz shu bilimlaringizga. Aynan balki yigitlar uchun ham, erkaklar uchun ham bu narsa kerak deb o'ylayman-da. Erkaklar hozir juda ham ko'pchilik qiziqyapti. Hali aytdim-ku, yoshlar Juda o'zi mana Instagramda ham men ko'rdim, kuzatdim, ko'zlarim kuzatganda ko'rdim. Yosh yigitlar 25 shunaqa ongi keng narsalarni aytyapti erkak ayol munosabatida. Jamiyatimizda hali qabul qilishmayapti. Bu o'zi gapirayotgani bitta. Bu urug'da ko'ramiz natijasini. Prosta bu Vaqt kerak-da. buni qabul qilish uchun, buni yashash uchun inson albatta o'zini kuzatish kerak. Chunki aytganingizdek ko'pchilik og'riq orqali rivojlanadi-da, ya'ni og'riq ularga kuch beradi. Bu og'riq uni o'zini tan olmaslikka, boshqalar bilan taqqoslashga, o'sha tanqid, ayblash orqali rivojlanishga olib keladi-da. Inson bundan charchamas ekan, misol uchun bundan ya'ni yechim qilinmaydi. Foydasi yo'q, Foydasi yo'q. charchamasa. Hozir bu narsa tezlashdi. Juda tezlashdi. Misol uchun hozir mana shu menga murojaat qilgan bola ham-da, u bola men misol uchun kuzatishim bo'yicha misol uchun shunaqa blogerlarni ko'radi, bizda tarbiyaviy ahamiyatga ega vaynlar qiladigan. Ya'ni jamiyatni tarbiyalamoqchi bo'lgan blogerlarni ko'radi. Ularning nazarida ham erkak mana shunaqa bo'lishi kerak degan nazarlari bor, ya'ni juda ham katta majburiyatlar yuklangan. Ayol mana bunaqa bo'lishi kerak degan. Ya'ni juda ham ko'p bosimda yaratayotgan. Ular hozir mana shu bunaqa blogerlarni ko'rib ko'pchilik chapga chalyapti. To'g'ri gapiryapsiz, shunaqa bo'lishi kerak deb. U hammasi og'riq. Ya'ni bu og'riqdan-da aslida. Lekin ozgina vaqt o'tgandan keyin ular ko'rishni boshlaydi, uyg'onishni boshlaydi. Nimaga ish bermayapti? Nimaga oilada kamchiliklar bo'lyapti? Buni ko'tarilayotgani o'zi bitta zo'rda. Chunki ular ko'tarib beryapti og'riqlarni. Lekin hali o'zligi anglamayapti. Lekin bu og'riqni ular to'g'ri deyapti. Ya'ni shunaqa bosim bo'lishi kerak, shunaqa nazorat bo'lishi kerak. Hozir ular mana shu bosimni, nazoratni ular tezlashtirib beradi. O'zligi как ukol qilib. Jarayon baribir uyg'onishga olib keladi. Ya'ni bittani ko'rgan bo'lsangiz kerak, Akmal Mirzo degan bloger. Video qo'ydi. Xotinini yog'li uyga kelgan, xotini yog'li kiyimda kutib olgan. Bo'ldi. deb anaqa qildi, rosa shov-shuv bo'lib ketdi. Juda ham takoy abyuzivniy takoy anaqa, nima deydi, erkak ayolni tan olmagan, qanaqadir talab shartlik bosimdagi videoda ko'pchilik buni tapga chaldi. Har qayerda, shunaqa bo'lish kerak deb. Lekin shu yerda o'zida juda ko'p erkaklar yuborganda ayollariga. Ya'ni meni chiroyli kiyimda kutib olgin, mehmondek degandek ma'noda. Chunki u yerda aynan o'sha avtori meni yog'li kiyimda emas, meni chiroyli kutib olishingiz kerak. Mehmonlarni kutib olgandek deb. O'sha Dolce Gabbana qanaqa atirlaringiz borsa, Dolce Gabbana sepadi. Endi o'ylang, hozir bu videoni ko'rgan odamlar, erkaklar ayollariga yubordi. Ayollar nima qiladi? Dolce Gabbanasi bo'lmasa, chiroyli kiyimi bo'lmasa, Eridan talab qiladi. Eridan talab qiladi. Bu nima bo'ladi? Ya'ni yana kelishmovchiliklar. Yana o'sha bir-biridan qoniqmasliklar. Transformatsiyalar. Ya'ni transformatsiyani kuchaytirib beradi. Ya'ni chunki bu holatda erkak ham ayol ham bir-birini tan olmayapti, bir-birini holatini
Nimaga u yog'li kiyimda, nimaga erini shunaqa kutib oldi? Chunki har xil holat bo'lishi mumkin ayolida. Erkakda ham har xil holat bo'lishi mumkin. No, erkak ayolni ayblab, tanqid qilib, sen unaqasan, sen bunaqasan deb, men bunaqa kutib olgin deb talab qilsa, ayol ham nima qiladi? Ayol ham xuddi shu narsani Ancha qaytaradi. pulingni normalniy topib qo'y, shunda men senga normalniy qilib ya'ni, olaman, kiyim olib. Bu jamiyatimizda hozir kuchaytirib beradi hamma jarayon transformatsiyalar. Bu yerda albatta agar mana aytaman, mutaxassislar kerak bo'ladi. Jamiyat bilan Ya'ni ishlashga. mana shu jamiyat bilan ishlashga mutaxassislar ko'payishi kerak. Mana shu jarayonda insonni qalbidagi og'rig'i bilan ishlashga xizmat qiladigan. Chunki agar insonlar bu og'riqdan bo'layotganini anglamasa, bu og'riqqa nazar o'zgarmaguncha, bunga yechim bo'lmasligini his qilib olmaguncha, jamiyat mana shunaqa transformatsiyalar kuchayib, yo bosimda portlaydi, qanaqadir transformatsiya bo'lib, yokini aytmay qo'ya qolamiz. Mana shu mutaxassislarda mana bunaqa savol tug'iladi. Mana jamiyat 100% yechim borda qalbshunoslarda. Hozirgi mana shu muammolarni hammasiga yechim bor. Borda yechim, yana ham oddiy. Biz yechdikda, xuddi shu narsalar bizda Da, biz da. yechdik. Bu bilimlarni butun jamiyat bo'lsa, buni mana shunda yechsa bo'lardi. Da. Lekin shu bilimlarni haqida gapirsa, jamiyat mensimayapti-da bunaqa mutaxassislarni. То есть обесценивать qilyapti. То есть ularga nabarot mana shu kibrdagi gaplarni, kibrdagi insonlarni hurmat, bo'ladi-yu, qaysi ma'noda kibrda anaqa, lekin именно men hozir просто o'zim tasavvur qildimda. Agar rostdan ham mana shu jamiyatda hozir juda ham og'riqli savollarni ko'tarib, o'shanga yordam yechimlarni bersam, u yechimlarni baribir ham bu jamiyat mensimaydi. Aslida jamiyatga qilmang. Jamiyatni qutqarish kerak emas. Jamiyat o'zi transformatsiya bo'lib, o'zi keladi birinchidan. Ikkinchidan, ya'ni hamma o'zini jarayonida, ya'ni o'sha blogerlar ham qilayotgan, o'zi anglamayapti. O'zini jarayonida. Ularning jarayoni ketyapti. Sizni vazifangiz yoki o'sha qalbshunoslarni, spetsialistlarning vazifasi ular bilan kurashish emas. O'zini nurini yoritaverish. Kimga bu nur kerak bo'lsa, o'sha nurga talpinaveradi. Lekin siz o'zingizni ularga qarshi qo'ysangiz, siz har doim mag'lubiyatga uchrayverasiz. Kibrdan bersa spetsialist, men bilaman, sen bilmaysan. Ya'ni sen noto'g'risan deb berish kerak emas. Chunki insonlar o'zi his qilib kelaveradi. Qatta qiynalib ketdimi o'sha bosimdan, talab shartlikdan. Chunki hayotda bosim bo'lgan sari yashashga ham qiziqish bo'lmaydi. Oddiy kiyinishga qiziqish bo'lmaydi, ishga borishga qiziqish bo'lmaydi. Уже bo'ldi. Bu narsa bo'lyaptimi, уже transformatsiya yoqildi. Da. U o'zi hayotida uni chiqarishga boshlaydi. O'zgartir nazarlaringni. Diyorada aynan nimaga bunaqa xulosa kelgan? Bular shu darajada shu hayotda yashashadiki, o'sha biza har bitta ayolni, o'sha bolacha qolib ketgan ayolni ichidagi hayot bor-ku, to'g'ri transformatsiya bo'ladi, boshqa bo'ladi, hatto bir-birini eshita oladi-da bu insonlar, bir-birini eshita oladi, bir-birini o'sha qaddi nima deydi, tan ola oladi-da. Men ham aytib qo'ygan bo'lardim. Qoniga singib ketganda shunaqa yashash, shunaqa turmush o'rtoqlarni jipslikdagi yashashi bularning qoniga singib ketgani uchun bularga oddiy tuyuladi-da. Xalq uchun, jamiyat uchun kerak-da bu bilimlar, bu energiya chiqazaverish kerak deb o'ylayman-da. Ko'p chiqazaverish kerak, qadriga yetishingiz kerak deb o'ylayman-da bu energiyani. Va aytamanki, albatta bizning jamiyatda hali oila bo'lib rivojlanish bizga qiziqroq. Hali baribir biz alohida rivoj, O'zbekiston xalqi uchun hali birlikda rivoj, er-xotin bo'lib rivoj qiziq va bunaqa mutaxassislar juda ham kam va ulardan eng zo'r va asl mutaxassislardan albatta Arxiv bilan Diyorani tavsiya qilib qolaman. Ushbu telefon raqamlariga murojaat qilib bemalol ularga bog'lanishingiz mumkin. Shu telefon raqamlariga bog'langaningizda albatta Telegram hamma ma'lumotlarni beriladi va yaqinda ularni nechinchi avgust sentyabr 8-dan 15-sentyabrgacha ularda Vyetnam retreatlari bor. Tavsiya qilib qolamiz. Orzuyingizdagi oilani o'sha hayot ko'chirish va uni mazasidan mazza qilib yashash payti keldi. Da, hammaga tavsiya qilib qolamiz. Rahmat.